Nurg'un do'stlar bek so'rgan oilada xo'g'on qanday qilsak eng yaxshi bo'ladi va shundaqla zimajon tanishishni yutib qo'ysangiz deganlik uchun yeshil kalimiy xo'g'on qilish usuluna keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qitim ko'rsangiz chuqur o'rganalaysiz. Hamma o'rganish boshlaylik ketdik. Avval o'zimizning yoqtirish bo'yicha material tayyor qilamiz. Men bugun 2 xil ta'min qildim. Ya'ni bir tarafi yeshil xo'g'on, yana bir tarafi bo'lsa ochiq ta'min chiqardim. 2 yil tarafiga zanjivil, so'ng piyoz, muvofiq miqdorda tuz, 2 tal changga silib, menga o'xshash sho'rib qo'ysanglar bo'ladi va yoki suv qo'ysanglar bo'lardi. Arqadan xo'g'on dilya selalayli. Mening ishlatganim bo'lsa, cho'ng ustamning yangidan bozorga selingan yeshil kalimiy xo'g'osi va ochiq ta'mli xo'g'osi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb yeshil kalimiy xo'g'osining birdan-bir alayligi bo'lsa, ta'mi nihoyat o'zga chiqadi. Kavachin ta'mi nihoyat puroqliq bo'lib, ko'ngil tegmaydi. Gapimiz qaytib kelsak, suratdagidek materiallarning hammani bir-birlab silib olib, 5 minut atrofida qaynatsaqlar, bizning mana shunday nihoyat o'xshagan xo'g'onimiz tayyor bo'ladi. Xo'g'onga albatta zimajon bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi. Shundan bugun sizlarga zimajon tanishishni o'rgatay. Bir qo'shiq samsaq, oz miqdorda shovson, bir qo'shiq oiladagi yog'lasi, bir qo'shiq kunjut qiyomi va oz miqdorda ochiq suv, ost ustini ravs aralashtirib o'tgandan keyin nihoyat oz miqdorda yumg'oq sut va shamila silib, yana birini aralashtirib olsaklar, bizning nihoyat o'xshagan zimajon tayyor bo'ldi. Oxirida kelar qatim nima o'rgangan bo'lsa, piyonlar rayoniga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Hamma kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.